Assalomu alaykum, hurmatli konstruktor bot foydalanuvchilarimiz. Bot fazer orqali bot yaratgan vaqtimizda Telegram orqali yana qayta kiramiz. Bot fazerga mana qaytadan kiramiz, startni bosamiz. Keyin my bots'ni bosamiz. Mana bir nechta bot yaratganmiz. Shu Butik X11 botini tanlaymiz. Keyin edit botga bosamiz. Edit about'ga bosamiz. Keyin bu yerga mana shu tekstni jo'natamiz. Botga qaytamiz. Keyin edit botga yana qaytib kirib edit description'ni ochamiz. Unga ham shu tekstni jo'natamiz. Mana tekstga jo'natdik. Edit bot qaytamiz bunga. Keyin edit botni bosamiz. Keyin bot pickni ko'ryapsiz. Bot pickga o'tamiz. Bu magaziningizda rasmini jo'nating deb bizdan so'rayapti. Mana magazinda rasmini tanladik. Keyin buni jo'natamiz. Mana ro'yxatdan o'tdi, rasm yaxshi tushdi deyapti. Keyin orqaga qaytamiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu telefon nomer orqali botni biz yaratganligimiz uchun botni prilojeniyasini boshqa nomer telefon orqali biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir ochamiz boshqa nomer telefonimizni. Telegramini ochdik. Mana bu sistemaga kiramiz. Mana Butik X11 deb yozilgan. Mana ko'rdingiz, obnovleniya bo'lyapti. Mana obnovleniya bo'ldi. Mana magaziningizda rasmi joylashdi. Mana yozgan tekstlarimiz joylashdi. Endi orqaga qaytamiz. Mana startni bosamiz. Mana hozirgi vaqtda открыть magazinni bosamiz. Mana bu yaratilgan bot prilojeniyamizni ochdi. Hozirgi vaqtda mana ko'rib turibsiz, bu prilojeniyamiz ochildi.